Lincoln Go 900 mashinani vashim shikillar narxda topib qo'ydim. Eng qizig'i bu mashinani zo'r narxga bosarsiz bo'ladi. Buni narxlari 70 milliondan baland turibdi. Endi bu mashinaning narxi tushgandan keyin bosib olmasangiz bo'lmaydi. Uyat bo'ladi. Endi hozircha qachongacha oppog'idan topib qo'ydim. Bu eng fulli bo'ladi. Buni bitta salonni ko'ringsiz, o'zini zavodskoy paroklari bo'ladi. Salonni qarang, chiroyliligini, olib tachkilari solib qo'ygan joyi ham bor. Harman Kardon akustika sistema. Eng qizig'i ko'k salon bo'ladi. Monitorlari bo'ladi, head-up display. Bu monitor kichkina deb o'ylaysiz, lekin mana bu yerda katta o'zining head-up displayi bor. Mazza qilib o'qib ketasiz. Orqa sidinalari 360 gradusga aylanadi, panorama tomlari ham bor. Bu sidinani ham bir amallab aylantirib oldim. Endi 4 kishilik bitta xona bo'ldi. Qarang, biznes hamkor odamlaringizni oldiga o'tkazib qo'yasiz va bemalol gaplashib ketishingiz mumkin. Eng qizig'i masajlarda o'qib ketadigan boy odamsiz, konsertda yo'q olasiz yoki biznes hamkorlaringizga tushuntirgani monitorlari ham bor. Kimdir yo'lda siqib qo'ydingizmi, uzr degan yozuvni farada ko'rsatsangiz bo'ladi va oldi farasida xohlagan so'zingizni yozishingiz ham mumkin bo'ladi. Eng qizig'i Zeekr 9X bilan va Range Rover bilan chachishtirilgan varianti eng arzoni ham shu bo'ladi. Yangi ofitsiallikda buning narxi 71 dan baland turibdi. Srochniga bu mashinaning narxini 65 mingdan arzoniga bosib olsangiz bo'ladi.